Assalomu alaykum. Men Umarova Nargiza, Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti 2-kurs talabasiman. Ushbu video raqamli tarix fanidan yakuniy nazorat uchun tayyorlandi. Biz Jizzax viloyati Zomin tumanida joylashgan Qorovultepa tepaligidamiz va bugun Qorovultepa haqida so'z yuritamiz. Ilk o'rta asrlarga tegishli deb taxmin qilinayotgan bu yodgorlik ba'zan Qoratepa, ba'zan Qorovultepa nomlari bilan atab kelinadi. Manbalarda Qoratepa deb nomlangan hudud mahalliy aholi tomonidan esa Qorovultepa deb yuritiladi. Bunday nomlanishiga sabab bu hududda qorovullar bo'lgan. Ayni o'sha qorovullar dushman hujumini bildirish uchun bu tepalik ustida mash'ala yoqqanlar. Qorovultepa haqida bizga qanday ma'lumotlarni bera olasiz? Dashtaba shahrida Qoratepa nomi bilan mashhur bo'lgan tepalik joylashgan, tarixiy tepalik bu tepalik. Lekin hozir men bolaligimizdan bilamiz bu tepalikni va bolaligimizdan Qoratepa deb naqa qilib kelganmiz. Lekin keyin o'qib, o'zimning fanim bo'yicha o'qib Qoratepa bilan qiziqqanimda buning nomi Qoratepa emas, balki Qorovultepa ekanligini bilganman va manbalarga murojaat qilganimda bu nechinchi asrdan beri mavjud degan savollarga javob izlash uchun manbalarga murojaat qilganimda Qorovultepa majmuasi 5-6 asrlarga oid tarixiy yodgorlik ekanligini bilganman. Lekin men tarixiy manbalarni yana qiziqib ko'rib chiqqanimda to'liq ma'lumotlarga ega bo'la olmaganman. Va biz bolaligimizdan o'sha ota-bobolarimizdan, momolarimizdan mana shu tepalik haqida qiziqib so'ragan paytimda shunday javoblarni olganman. Bu tepalik ikkita vazifani bajargan degan javoblarni olganman. Birinchisi karvonsaroy vazifasini bajargan, ikkinchisi esa dushman hujumidan boshqa tepaliklarni xabardor qilish uchun olov mash'ala yoqib, boshqa tepaliklarni xabardor qilish vazifasini bajargan deb eshitganman. Bundaqangi tepalik nafaqat shu Dashtobodda, balki Surxondaryo, respublikamizning turli viloyatlarida, Surxondaryo, Qashqadaryo yoki bo'lmasam o'zimizga yaqin hududda joylashgan O'ritepada ham mana shunday tepaliklar bor, mavjud va mana shu boyagi olov yoqib bir-birini dushman hujumidan saqlash maqsadida olov yoqib tepaliklar bir-biriga xabar bergan deb o'sha eshitganman nimalarni. Lekin bu tarixiy manbalarda yo'q bu haqda ma'lumot. Qorovultepada oldin ham arxeologik tadqiqotlar o'tkazilganmi? Bundan 2 yil oldin arxeologlarimiz tadqiqot ishlarini olib bordi. Nafaqat Qorovultepa, balki tarixiy yodgorliklarni o'rganish yoshlar uchun, biz uchun qanday ahamiyatga ega? Albatta juda katta tarixiy ahamiyatga ega. Tarixni bilmay turib kelajak qurib bo'lmaydi. Tarixsiz kelajak yo'q. O'tmishimizni bilish har qanday yosh avlod uchun kerak albatta. Tarixiy yodgorliklar bo'ladimi? U boshqa narsalar bo'ladimi? Albatta o'tmishni bilishimiz kerak. Yodgorliklar haqida ma'lumotlarni bilishimiz kerak. Bizga bergan foydali ma'lumotlaringiz uchun sizga katta rahmat. Biroz foydam tekkan bo'lsa, men ham xursandman. Salomat bo'ling. Rahmat. Bizga Qorovultepa haqida qanday ma'lumot bera olasiz? Qorovultepamiz asli mana bu bizdan Qorovultepa yonidan temir yo'l o'tgan, to'g'rimi? Mana Buxoro, To'qagon, uzoq mana Surxondaryogacha temir yo'llar ketgan. Bu temir yo'llar 1898-yilda o'tkazilgan temir yo'llarning vaqtida. O'sha vaqtda mana bu rus millatlari bizlarga 1924-yillarda O'rta Osiyoni egallash maqsadida kelgandan keyin bu yerlarda xonliklar bo'lgan. Buxoro xoni, Qo'qon xonlari bilasizlar, bu xonliklar davrida mana shular hammasi tepalar qurilgan. Har bir tumanda, viloyatda mana shu tepaliklar shu lashkarlari, xonliklarning ishchilari bilan birgalikda qurilgan.
qoplab tashilib shular do'ng qilib qurilgani sababi ilgari yov misoldan katta tarixiy janglar bo'lib o'tgan xonliklar o'rtasida ana shu paytlarda mana shu tepaliklar mash'ala yaqilib mana shu yovni kelishini bildirish maqsadida qurilgan narsalar bular. Tepaliklar. Nima boshqa? Nafaqat Qorovultepa, balki tarixiy yodgorliklarni o'rganish biz uchun, ya'ni yoshlar uchun qanday ahamiyatga ega? Agar tarixiy yodgorliklarni o'rganish tarixiy ahamiyati juda katta. Sababi mana shu bizda tariximizni bilmaslik mumkin emasda, bilish kerak tarixni yoshlar ayniqsa. Shuning uchun aytganim, tarixni o'rganinglar. Kelajakda bu tarix kelajak avlodga ko'p yaxshi narsalarni o'rgatadi, ko'rsatadi degan fikrdaman, o'zimning fikrim. Tarix yaxshi narsa, albatta uni o'rganish kerak. Arxeologik qazishmalar bo'lyapti, juda katta yer osti boyliklari, zaxiralari topilyapti. Ana shuni hammasi mana mustaqil O'zbekistonimiz uchun kelajakda poydevor bo'lishi mumkin. Boylik bu. Kelajakda avlodga qoldiriladigan meroslar hisoblanaman. Men shunday fikrlayman. Bizga bergan foydali ma'lumotlaringiz uchun rahmat. Rahmat qizim, senga ham omad tilayman, o'qishingga muvaffaqiyat tilayman. Kelajakda o'qib, o'rganib, mana elimizga, mustaqil yurtimizga xizmat qiladigan ajoyib bir olimlardan bo'lishlaring niyatdoshman. Doimo sog' bo'l, oila, onang, bolang, oila vaqtiga sog' omon bo'l qizim. Rahmat. Qorovultepa tepaligining eng yuqori qismidamiz va bunda shahar butunlay ko'rinadi. Qorovultepa tepaligi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarori bilan 2019-yil 4-oktyabrda moddiy madaniy merosning ko'chmas mulk obyektlari milliy ro'yxatga kiritilib, davlat muhofazasiga olindi. Tarixiy yodgorliklarni o'rganish bu bizning eng oliy burchimizdir. Tarix bu millat ko'zgusi. Tarixni asrash bu bizning eng oliy vazifamizdir.